Davom etamiz. Yunusoboddagi ko'p qavatli uy yerto'lasidagi antisanitariya holati aholi e'tiroziga sabab bo'ldi. O'rganish davomida yomg'ir suvlari yerto'laga to'planayotgani va boshqaruv kompaniyasi tomonidan muammolar bartaraf etilmagani aniqlandi. Holat yuzasidan mas'ullarga majburiy ko'rsatma berildi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida aniqlangan antisanitar holat yana kun tartibiga olib chiqdi. Turkiston mahallasi 6-mavze 30-uy aholisi murojaatidan so'ng hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi xodimlari joyiga chiqqan holda o'rganish olib bordi. Tashqi ko'rinishida ta'mirlangan uy ichida mutlaqo boshqa manzarani yashirib turgani ma'lum bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, boshqaruv organi tomonidan kirish yo'laklari ta'mirlangan, biroq binoning eng muhim texnik qismlaridan biri yerto'la qarovsiz qoldirilgan. Nazorat jarayonida yerto'lada kuchli antisanitar holat yuzaga kelgani, yomg'ir suvlari to'g'ridan-to'g'ri ushbu hududga oqib tushayotgani va suv to'planishi muammosi bartaraf etilmagani aniqlangan. Fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan holatlar o'rganildi. O'rganishda haqiqatan ham o'sha boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan mulkdorlarga o'z vaqtida yillik hisobotlar berilmaganligi, bundan tashqari o'rganish davomida uyning yerto'la qismiga yomg'ir suvlari hamda sizot suvlar to'g'ridan-to'g'ri kirib kelib, yerto'lani antisanitar holatiga olib kelganligi aniqlandi. Aniqlangan holatni bartaraf etish yuzasidan boshqaruv servis kompaniyasi rahbariga nisbatan bajarilishi shart bo'lgan majburiy ko'rsatma berildi. Agar kompaniya rahbari tomonidan o'sha belgilangan ko'rsatma talablarini o'z vaqtida bajarilmagan taqdirda kompaniya rahbariga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 159-moddasi tegishli qismi bilan ma'muriy chora qo'llanishi va jarima jazosi qo'llanishi tushuntirildi. Bu kabi tadbirlari hali davom etadi. Sohiba Akromova, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.